Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hammangiz tinchamisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun mana yo'lga chiqdik yana. Arnasoy Duker taraflarga ketyapmiz. Amakilarim bilan borib baliq ovlab dam olib kelaylik. Ancha yaqinlashib qoldik. Yo'l-yo'laga ko'rsatib ketaveraman. Videolarni chiroyli qilib olib, sharoitlarni ko'rsatib, tanishtirib boraman. Yo'lni kuzatib borasizlar. Ko'rsataveraman yo'l-yo'laga hammasini. O'rtoqlar. Mana bilasizlar, mana Duker postga yetmasdan 2 kilometr yetmasdan kanal bor. Mana T joyichi. Mana shu yerda ko'pchilik o'tiruvdi, kelishyapti mana shu yerga. Mana shu yerda ham bilay deb hozir to'xtadi. Mana bu bolli vobli ushlayapti. Mana bu hozir bitta majlisda akalar ketishdi. So'rasam rezultatlar qanaqa desam, 3 kundan beri shu yerdamiz. Sazan umuman chiqmayapti. Deyapti. Shu nimaga Duker tarafga qarab yuraveringlar, ichkariga deyapti. O'zim ham bu yerda qolmoqchi emasdim, просто bir og'iz so'rab sizlarga yetay vaziyatlarni deb to'xtadim. Lekin vobla chiqyapti, anta bitta vrachga vobla ushlab o'tirgan ekan, 4 ta voblasidan oldim. Ichkarida ilon baligiga tashlab ko'raman deb. Yuryaptimi yo'qmi bilmayman hozir ilon balig'i. Ko'ramiz. Boraveraylikchi. Post oldiga ham borichi, qani bu yerda ham o'tirganlar bo'lsa ko'rsataman. Vaziyatlarni bilib. Ha, hozir tepadan aylaning dedi, o'tib ketsa kerak, Cobalt o'tib ketdi dedi-yu. Ha, o'tib ketamiz menimcha. Ha, o'tadi, asfalt chiqibdi. Ha, o'tib ketar ekan, loyimas. Ularni tepadagi bolalardan so'radim. Postga yetmay o'tirishdi, 100 metr, 200 metr yetmay mana tepalarda. Mana ko'rsataman. Mana o'tirishibdi odamlar. Joy kam deydi. Sazan chiqyaptimi desam, endi tortishni boshlayapti deyapti. Bir yurib, bir yurmay qolayotgan ekanda. Qo'llashdida. Bugun tanisidi. Yetib kelib qoldi. Postga ham ozgina qoldi. Bu yerda vaziyat shunaqa. Men ichkarini ham postdan o'tib olursak ko'rsatamiz. Suvdan chiqib turdi. Postdan kirib oldik. Yo'lni yutib oldik. Mana nima shu? 50 ming to'ladim. Bitta ribakka. Bu 2 kishiga pul olgani yo'q. U kishi 60 ming to'ladim-da, bitta ribakka 50 ming. Musorga 10 ming. Bitta katta paket berishdi. Hamma musorlarni yig'ib olib chiqasizlar. Manzara shunaqa. Düşüşten.
Hop. Ancha joylashgan kishi bo'ldik. Bitta qarmoni hozir montaj qilib, chuvalchang qo'yib otib qo'ydim. Hop. Endi qolganlarini ham sekin bitta montaj qilaman. To'rttasini ochdim. Bularni endi kartoshkalarni qo'yib montaj qilish kerak. Hammaga soyabon qo'ydik. Palatkamizni qurib oldik. Sekin palatga qilamiz endi. Shu yerda montaj qilib o'tiribman-da. Lekin zatsep ko'p ekan bu yerda. Tagida ilinadigan o'tlar ko'p. Lotkalar ham yuribdi. 3-4 lotka ko'rdik. 4 ortib yurishibdi yo'qdan bu yoqqa. Hozir men bu montajim bitsin, sizlarga ko'rsataman qanaqa montaj qilyapman. Men bu kurchukni ishlatyapman yaxshi. O'tkir kurchuk. Yana boshqachasidan ham oluvdim. Qaniydi. Bular bir xil emas. Krevetka ilsa bo'ladigan kurchuk. Shunga kichkinarog'i. Nimasiga mamalagan o'rniga nima qo'yilyapti-da? Non, buxonka non qo'yganman. Jo'xori ham olib kelganman mamalaga. Bundan ham qo'yamiz, hozir non ham qo'yib ko'ryapman-da. Qaysi birida ishlasa, o'shani qo'yamiz. Montajni ko'rsatay sizlarga. Mana montaj. Non bilan jo'xorini unini aralashtirib murabbo aralashtirdim-da. Mana. Bunda turadi, ikkita chuvalchang qo'ydim. Men bu po'kiyazgini ko'tarib turadi suvda. Mana shunday qildim-da. Sekin mana shunday qilib otib chiqaman. Bu yog'ini endi ko'ramiz. Otib olaveraychi. Mana buni ham otib oldim. Juda ham uzoqqa otmadim. Mana shu qamchilarni tugagan joyini sal narog'iga tashladim-da. Bular sekin dam olib o'tirishibdi, ovqatga harakat qilishyapti. Gazlarni ulab berdim. O'rta olamani. Bitta toychoni chiqardi u. Bir 2,5-3 kilocha keladi. Shukriga. Keladi bir 2 kilo. Ha. Hop. Chuvalchangi chiqibdi. Ha, mana. Tamam. Ha. Bilmadim.
nima qilib. Ham sadukka Sadukka sekin solinadi endi. Sadukka bu yoqqa olish kerak. Nurdon aka men torting qarmon sekin orqaga. menga ber. Ha. Ha, orada ola. İkinci kunni ham boshlab oldik. Joy boylanib ichib oldik. Dam yomon bo'lmayotibdi. Tashqarilarni ham ko'rsataylik sizlarga. Mashina turibdi. Panelni yoyib qo'yganman kecha kelishim bilan. Zaryadkam berib yotibdi bu mana. Kechasi bilan xolodilnik ishlagan. 67% mi qolgan ekan. Hozir yaxshi nima beryapti, zaryadka beryapti. Damdan olib o'tirishibdi. Hop. Qarmoqlarni hozir endi yengilayman hammasi. Baliqlarimiz bor. Kechqurun bitta sazan, bitta karasi ushladik. Yana 4 ta qalmog'im bor, ularni ham montaj qilib otib qo'yaman. Ilon balig'iga ham harakat qilaman. Chiqadimi yo'qmi bilmadim, lekin tashab qo'yaveraman. Mana bitta qamchilarning orasida shilib qilib yuribdi nimadirlar. Damlar yomon bo'lmayapti. Kechqurun vashani sazan chiqqanda odam mazza qilardi boru. Yomon joyga joylashmaganmiz hamma yoq. Cho'tki sharoitlar. Abetga baliq o'ramizmi? Deb turibmiz, ko'ramiz, ha. Bir gap qilamiz. Jo'xorimni suvga tashab qo'yganman. Ivib tursin deb. Qaynatib qo'yaman-da hali. Bir ikkita nima vitamin, shirinliklardan qo'shaman-da, keyin hammaga sepib karmit qilib boqaman-da, chaqirib. O'shanga tayyorlab qo'ydim. Bitta choy var desa, ozgina bitta qilishga. Nima tayyorlayapman. Mamaliga. Nonni. Ikkitasini nimasini o'rtasini kesib oldim, chetlarini olib tashladim men. Qattiq joylarini kesib. Chiliga hozir maydalab solaman, keyin men bu jo'xorini unidan solaman. Bu ham shu maydasida nima aralashib ketaveradi. Keyin men murabbolardan olib kelganman. 3-4 xillarni mashinadagini ham turibdi. Kecha mana shu olchali murabbodan qo'shdim-da nimaga. Shirin bo'lib nima qiladi, o'ziga chaqiradi yaxshi. Hozir men ikkinchisini ham kesib aralashtirib yaxshi bunda juda ham ho'l qilib nima qilish kerak emas. Bunda suvga tushgandan keyin tarqalish kerak bu nima. Yarim kun purjinada yopishib turaversa ham baliq ololmay tarqalib ketadigan bo'lsa yaxshi. Yo'q, shomola. Ha, shomalab sekin abetga yaqinlashgan sari kecha ham bo'lib yotuvdi-yurasa. O'sha paytda. Mana shunaqa payt. Kecha nechalarda? 3:30larda keldikmi? Yo'q,
ko'rga yaqin. Qo'shma pichoq bo'lishi kerak ekan. Baliq ham tozalanyapti. 3 kilo keladi. Ana boyagi karasimiz ham 1 kilodan sal oshiqroq yirik karas ekan. Qarmoqlarni hozir yengilab chiqdim. Bitta qarmog'im qoldi, uni ham mana bu daraxt naryoq tarafiga tashiyman-da. Hamagim tozalayaptilar bular. Men montaj qilyapman. Bitta qarmog'im qoldi. Hozir buni yana bir marta ko'rsatay sizlarga. Nonni o'rtasini olganim. Sal chochilib ketadiganroq bo'lsa yaxshi tarqaladi. Jo'g'orini unini qo'shib yuborganman, mana ko'rinib mayda-mayda. Murabbo qo'shib yubordim. Olchaligini ishlatyapman hozir. Hali u yoqda yana nonim bor shu buxonki. Mana yerda ishlatsam kerak. Bu qolmasadi. Mana yog'iga hozir chuvalchaga qo'yaman, uni ham ko'rsataman. Mana chuvalchani qo'yib oldim. Bitta po'ka ham qo'yni ko'tarib turadi. Mana yerda yotmaydi, sal ko'tarilib turadi. Bari ozga kirib ketishi osonroq bo'ladi. Uchini ochib qo'yganman. Qurchoni. Hozir endi men bitta joy qolmadi, ana daraxt orqasiga obutib otib qo'yaman-da buni. Vallarni ham tozalab oldik. Yog'ga tushdi deydi. Bir sidiri nima qildi? Shu oldi. Nima deysiz? Balularni qovurib yedik. Shirin, mazali. Mana bu dikiy baliqlar. Kechqurun shamol bo'lib ketdi, yomg'ir. Mana bu nimalarni, qarmoqlarni hammasini o'tlamda yig'ib bir yoqqa olib kelib qo'yibdi. Uzilib ketgan bir 5 tami 6 tasi. Hozir mana bitta 3 tasi turibdi. Qolganlarini qarab remont qilib qo'yishim kerak. Nimani ham ustidagi palatkan ustidagi plasho'pkasini ham yopib qo'ydim kechqurun. Yomg'ir o'tib ketmasin deb. Yaxshi, komfortni yotildi. Mana bu yoqni nimalarni ham ko'rsatay sizlarga. Yaylovja chiroyli joylar ekanda. Mol qo'y boqishlarga ham nima ko'm-ko'k hamma yoq. Ko'rdik, podalar ham ko'rindi. Kecha o'tgan kuni kelayotganimiz edi. Kecha kechqurun yotuvdik. Bir gala otlar gupur-gupur qilib yugurib o'tdi, mana bu tarafga qarab o'tib ketdi. Mana
jimjitlikda eshitilarganda ot nimalarini chopganini duvish. Soat kechqurun 12midi, 1midi. Chiroyli joylar. Damlar yaxshi bo'pti. Mana bitta lola ochilib turibdi. Bakanagina. Ko'ringlar, bu ham chiroyli. Boshqachasi ekan. Buni ham sorti ko'p ekanda. Tog'larda ham boshqa har xillarni ko'rganman bu. Bu ham boshqacha ekan. Sharoitlar shunaqa. Endi qaytaychi mashinani oldiga. Mashinani oldiga ketyotgandim. Ham jangchilarni ko'rib qoldim. G'amir qilib yotishibdi. Ichida yirik-yiriklari ham bor. Sekin harakat qilyotgandi, meni ko'rib chopqillab qoldi hammasi. G'amir qilib. Bir yopishsa yomon yopishadi deb bilaman. Iniga tashmalab yotibdi. Ko'p ekan bunaqa inlari bilan. Baliq yirik-yiroq bilan ushlab olgan shekilli. Oqdim shu. Lotkalar. Choylarni ham ichib oldik. Endi hozir nonlarimni tayyorlayapman. Hozir qarmoqlarni yengilab chiqamiz. Jo'xorilarni qaynatishga qo'yib qo'ydim. Sal yorilsa keyin qarmoqlarni uzilganlarini remont qilgunimcha tayyor bo'lib qoladi. Keyin sekin bitta otib qo'yamiz-da. Havo bulut, kam bulut deydimi? 11 bo'lyapti soat. Soat 11. Qarmoqlarni hammasini montajini qilib, zagatobga qilib otib chiqamiz. Men hozir oxirgi qarmoq. Ko'rsatdik, boshqacharoq qildim, bugun boshqacha qildim nimasini. Shu kecha tayyorlagan joy nonga nima ham jo'xori ham qo'shib yubordim-da. Bitta jo'xori bilan po'kay qo'ydim. Jo'xorining qattiq joylari olib tashlaganman. Uchidagi. Mana shunday qilib otilyapti-da. Borgandan keyin bunday tushib tarqaladi-da shu yerga. Jo'xorilarni pishirib oldik hammasini. Endi hozir bir sidra otib qo'ydim, 1-2 soat, 3 soat turgandan keyin yana tekshiramiz qani.
Ko'ramiz, qani rezultat qanaqa bo'ladi. Mana tepada yaylovga otlar keldi. Mana shu otlar chopuvdi kecha menimcha. Gupur qilib bir gala bo'lib o'tib ketdi. Chiroyli o'tlab yurishibdi. Havo ham zo'r. Bir me'yor. Issiq ham emas, salqin ham emas. Bu yoqda ham akim antena qidiryaptilar. Kelganimiz ham 3-kun bugun. Nevaralarga telefon qilaman deb. Toylar bor ekan. Soat ham bir bo'lib qolay debdi. Kecha qolgan balig'imizni endi qovuramizmi deb turibmiz. Obedga. Chuvalchen tashlasa yaxshi ovatdi. Kecha sazan chuvalchenga chiquvdi ani karasam. Lekin otsa shundoq sirazi kelib, ham voblalar urib ketyapti nimani. Chuvalchenni. Tashalyapti, ketdi. Katta baliqlar olishga uspet qilmayapti-da. Maydalab tashlayapti ani kichkina baliqlar. O'shanga hammasini jo'xorilashtirib tashladim. Jo'xori qo'yib. O'rtoqlar ermay qilib taplog'ida o'qiyotdim. Aparchi qo'yib chiqyapti mana bitta yarimta. Bitta shamayka ushlab oldim. Zo'r baliq bu. Mana bunisi boshqacha selotka bo'lishi kerak bu. Aparchi qo'yibman-da. Chuqurroq qiluvdim. 1 metrcha qiluvdim. Nima chiqyapti? O'shani selotka deganim. Hozir yuzaroq qildim-da. Yuzaroq qildim. 1,5 metrmi? yarim metr qildim. 1,5 metr qiluvdim, shamayka chiqyapti. O't ustiga tushib qoldim. Ikki marta yaxshi tortdi hozir. Jim bo'lib qoldi. O'ynatyapti. Yo'q. Voy shamayka chiqqandan jeb pirillatib olib ketdi-da tortib. Odam maza qilyapti. Chiqarib olguncha. Ilinib qolmasin.
Hop. Mayda. Mayda. Bu jamaydi. İlli yok. Ha, bor. Boyagidan sal tuzroq. Lekin shamayka emas. Boshqacha, sel o'tganmi? O'shanda. Oq baliq deydimi? Hozir ko'ramiz endi. Hurmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasizlar? Aka telefonni burun tuga qo'yib turing zaratga. Ha, mayli qo'ying. Bu yerda 220 bor, borib qo'yaverasiz. Men o'zim qo'ying. Bunaqa zaratga bormi, nima bu? Qaysi? Ha, bo'ldi, qo'yamiz. Hop, beshik. Bitta yengillab tashlab ko'raylikchi. Bo'lmasa keyin obed qilib olamiz. Obeddan keyin harakat qilamiz. Boyagi joyimda tushmay qoldi. Hozir bu yerda lekin bir marta yeb ketdi. Ko'ramiz qani. Qanaqa bo'ladi. Olib ketishiga qaraganda talavatdi. O, bor. Bor. Oy. Yaxshi. Endi borib obed qilib olamiz. Hozir Ahmet debdi baliqchi kelib telefonni tashlab ketdi-da nimaga? Zaratga qo'yib turaylik. Tezroq qo'yib qo'ymasam kelguncha olib turadi.
O bor. Yo'q bor. Maydaroq faqat. Qashnaqa qilib zeriktirmayapti. Chiqib turibdi. O'ralash yaxshi ko'radi bu. Voy yo'q. 2 marta tortdi. Nega ilinolmadi-da. Keyingisida ko'ramiz. Nimani ham ligirovka qilib, an pokeyni boya birinchi tashlaganimda bir 70 kilo qiluvdim. Yarimta tushyotdi, keyin to'xtab qoldi tushish. Yarim metr, hozir 30 qilib qo'yganman. Sal o'zgartirdim, keyin yana tortish boshlandi. Hozir chuqurlashtirsam umuman tortmay qoladi. Ochiq joy ekan. Sekin gapirsa havayodiga odam eshitadi. Ha. Ani men 2 kilometr bor narigi bet. Maydaroq bo'lsa ham. Ilinibdi. Ha, uzoqdaja. Ha, shu naryoqda umuman ko'rinmayapti. Mayda chiqyapti javurdoli. Maydalar ko'p chiqyapti, hammasini ham videoga olmayapman. Bor yani. Voyindan zo'r. Aparchim pachag'ini chiqaribdi-yu. Ko'rinadi-yu. Ha, o'rtoqlar. Yana bitta toychog'ini chiqardi. Chuvalchenga chiqdi bu ham. Ovurasizmi bu yoqqa Shukurga? O'g'lim. Qayerdan bu yoqdan aylantirish kerak? Kechigilar ham hammasi chuvalchenga chiquvdi. Bu ham shu chuvalchenga chiqyapti. Jo'xorilar unchalik ishlamayapti. Nimaga? Men bu aylanib qolganda menimcha. Hozir endi o'chirib turib sekin chiqarib olamiz. Chiroyliligini qaraman. Har kimgina sal kichikroq lekin. Ha, kichkina to'g'ri.
anaqaga sadokga solib qo'yamiz uni. Ketmas. Pishdimi? Shukriga. Pishdi. Ha, bo'lmasa. Xudo xohlasa, qilamiz. Mana qozonni ochaman. Bismillahirrohmanirrohim. O. Chiroyli ko'rinishlari. Bismillahirrohmanirrohim. Tayyor. Tarkam dedi bunu yeb olib keyin. O'girib. Go'shti zo'r ekan lekin. G'ayrat go'sht. Yumshoq pishdi. Qozonga tursam, Ha, ko'plik ham qiladi, ertalabki ham yeymiz. nima qilayman? Ustiga piyozdan sovaring. Yo, talabga ham yuraman. Ay, olib ham yeyveramiz. O'xshaysan. Tak. Tak сказал bizga. Yo'q ya. Endi yog'ini nimaga? Mashina ustiga qo'yaymi yo? Yo'qmi? Ha, ozgina nima bor? Qo'shig'ida mana. Ushlab turaymi, unda qoshiqni quyib yuborasin. Ya'ni cho'michani olaymi. Cho'michcha borib yuboraman bitta. O'zida ikki qulog'idan ushlab, ozgina. Mana. Yo'q. Ikki mashinada oling. Bo'ladi. Bu tashiyim yana. Bo'ladi, kam bo'lsa yana savolli. To'qiyam, kiydirib qo'yib oling. Ham so'zmaydi. Boshladim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Kelinglar, o'rtoqlar. Qozonga olib kelinglar. Bunaqa gashtni hech qayerda ko'rmagan. Qozon ko'p o'xshaydi. Tashqasini ozgina tuzlamamiz. Tabii şöyle. Tuz ver. Tuz vereyim. Tuz taraftan mı bir adam mı? Bana. Vereyim mi dedim? Evet, tuzdan bozdu. Bir kaptı, başlı. Nasıl uğrasın? Qarmoqlarni yengilab qo'ydik. Chuvalchellarini. Endi qarab o'tiramiz-da buni. Rezultat bo'lib qolsa ko'rsataman. O'rtoqlar, yana bitta rezultat bor. Hozir tashqariga chiqdim, bitta qarama mashinada ekilayotgan ekan. Issig'ida sirasi chiqarib olay dedim. Kechqurun hammasini nimasini olib tashlab, chuvalchaynini olib jo'xori qilib qo'ydim. Mana bitta sazan. Dodasi.
2,5 kilocha kelib qoladi. Gap yo'q. Bir 5 minut yordam bu yoqqa sudraladi. Hoppa. Yaxshi ilinibdi-da. Shuning uchun chiqib keta olmagan. Yaxshi ilinibdi. Oy. Hoppa. Mana. Ha, keladi bir 2,5 kilocha. Kechiga sadokda turibdi. Kecha ushlaganimiz. Bu kichikroq. Ha, o'rtoqlar. Toychoni ko'ringlar. Judayam chiroyli sada. Ertalabdan zo'r padarka bo'ldi-da bu. Sekin suvga qo'yib olaylik buni. Gap yo'q. Kelinglar sizlar ham baliq oviga. Maza qilib dam olib ketasizlar. Biz ham endi sekin qaytadigan paytimiz keldi. Narsalarimizdan hammasini yig'ishtirib, tozalab, qo'ldan kelgancha musullarni yig'ib, endi sekin qaytyapmiz. Mashinaga hamma narsalarni joylab bo'ldik. Ovlar ham yaxshi bo'ldi, dam ham zo'r bo'ldi. Maza qilib dam olib, ovqatlarni pishirib yeb, maza qilib dam olib, endi biz qaytamiz.